Bugun sizlar bilan 5 igna tanlashni o'rganamiz. 4 xil ignani obzor qilamiz. Birinchisi Yaponiyada ishlab chiqarilgan. Narxi 15 ming so'm. Qadoqda 2 dona bo'ladi. Ignalar juda ham ingichka va uzun, tikishga qulay. Ignani ko'zi yetarli darajada katta. 3 qavat, 2 qavat, hattoki 4 qavatgacha ipni bemalol o'tkazsa bo'ladi. Keyingisi narxi 10 ming so'm. Ishlab chiqaruvchi Rossiya. Qadoqda 10 ta igna bo'ladi va juda ham mustahkam, yetarli darajada qalin. Shunga qaramasdan qiyinchiliksiz biserlar o'tadi va ip o'tkazishga juda qulay. Uchinchisi narxi 5 ming so'm. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Qadoqda 20 dona igna bo'ladi. Ignalar qalinligi me'yorida va ip o'tkazishga ham juda qulay. Oxirgisi narxi 5 ming so'm. Ishlab chiqaruvchi Xitoy. Qadoqda 20 dona igna bo'ladi. Bundan avvalgisiga juda ham o'xshaydi. Bitta farqi ignani ko'zi tilla rangda bo'ladi va bu ip o'tkazishga juda ham noqulay kichkina ko'zli igna hisoblanadi. Sizga o'z favoritlarimni qoldirdim. Sizning favoritingiz qaysi?